Assalamu alaykum. Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning aziz ishtirokchilari. Men Gulshan Abduqodir, Kanadaning Toronto shahrida yashayman. Bugungi Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning 16-qismi orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin xursandman. Bilguninglardek o'tgan bir haftadan, ya'ni 15-chi Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning 15-chi qismidan bugungacha bu araliqda dunyo vaziyatida ko'p o'zgarishlar bo'ldi. Bu Donald Trump efendimning O'rta Sharqqa qilgan ziyaratidan keyin dunyoning tangpunligida texmi cho'nqirlagan o'zgarishlar bo'ldi. Biz shu 2025-yil kirgandan buyon kirishi bilan Xitoy qulaydigan az qoldi degan bir slogan, bir shuar bilan o'tirib chiqqandik. Inshaalloh bu yılda mangan sırı Xitayninki qulaydiganligiga müshu 4-5 ay o'tmay mana Xitayning qulaydiganligidan iborat bu haqiqat taraf-tarafdan isbotlanyapti. Bugungi men bu programmamning 16-chi qism programmamni, ya'ni Xitoy qulaydigan az qoldi nomli programmamning 16-chi qismini tuvandikidek mazmunlar bilan o'rlashtirdim. Birinchisi Donald Trump efendimning O'rta Sharqdagi arab davlatlariga qilgan ziyarati ve dünya tampонluğunun texmi ilgirligan aldı özgürüşü, dost düşman hatta terör çembereklerinin buzilishi, Uyg'urlarning Suriyadagi ümit şamlarının bildirilishi. İkinci mazmun şu Amerika-Xitoy savdo kelishimi, savdo suhbati ve Xitoyning ichki tashqi xatarlari, Xitoyning g'olishini tezlatayotgan omillar qatorliq mazmunlar. Bunun da asosligi Amerikaninki Xitoy bilan suhbatga o'tirib qo'yishining bir quruq bir narsa ekanligini, Xitoyninki Amerikaninki suhbatga o'tirib tamojni bejini qancha tuvallassimi Xitoyninki ichki tashqi vaziyatlari va xalqarodagi yuz berayotgan qisilib qolishlarini o'zgartirmaydiganligini, Xitoyninki hamon qulaydiganga qarab ketayotganligini, Xitoyninki Uyg'ur qirg'inchiligi, Xitoy raisi Xi Jinpingning, Jallod Xi Jinpingning Uyg'urlarga qarata olib borgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini, 21-asrda olib borgan Uyg'ur qirg'inchiligini sukut qilib turayotgan Xitoy xalqining jinoyat ekanligini va bu Uyg'urlarga qilgan razil qilmishlarininki bedelini bek ig'ir o'taydiganligini Xitoy xalqininki mushu haqida azroq to'xtalman. Onundan başqa dünyada tangdassiz, bahası biçilmez rayon bo'lib hisoblangan Oqsoychin va Uyg'urlarning bu yerda parlavatgan umid nurlari, umid nurlarining Jammu Kashmir rayonida parlavatganligi haqida to'xtalman. Men o'tgangi qism programmalarimda Qur'ondagi umid qissalari haqida to'xtalib, Maryam qissasi, Hazrati Maryam qissasi va 9 qarindosh tarafidan quduq tashlab etilgan Yusuf alayhissalomning quduqdan chiqib Misrga vali, Misrning azizi bo'lganligi, Uyg'urlarning mana qozoq, qirg'iz, o'zbek, turkman, azari, turk qatorliq davlatlarning Xitoyning manfaat to'qinishi, Xitoyga bo'lgan manfaat to'qinishi tarafi yuzidan Uyg'urlarning tashlab etgan bo'lsa, Uyg'urlarning quduqdan bir kun chiqib İpek yo'liga qayta sahib bo'lganligini va İpek yo'lida parlagan dunyodagi eng ilg'or, dunyodagi eng kuchli, dunyodagi eng dunyoni go'zalliklar bilan, o'zining madaniyatlari bilan, o'zining do'ppilari bilan, atlaslari bilan jalolantiradigan bir millat bo'lganligini tilga olib o'tgandim. Bu masalalar texmo yiqilishib kelyapti, texmo parlashib qarab yuzlanyapmiz. O'tganda men yana dunyoninki mush tamponligining o'zgarayotganligini aytib ketgandim. Shu yaqinning yog'izi, shu Arabistonga bo'lgan Donald Trump efendimning arab ülkeleriga bo'lgan, O'rta Sharqqa bo'lgan ziyaratidan keyin
bu dünyanın burunqi konu tangponluqlardan hiç bir eserimi qalmadı. Burunqi Amerikanınki şu İsrail yani O'rta Şərq məsələlərində və başqa məsələlərdə İsrail yani o'tirib qıstirib aldığan, İsrailiyanın mənfəətini çıxış qılıb turib, dünya siyasəti belgiləydiğən əhvallarının hamısı paçaqlab taşlandı. Onundan başqa bir yerdəki Xitayının heç qandaq bir təsir qalmadı. Bizning Uyg'urlarning intayin ko'p ansiraydiganimiz shu arab dunyosiga Xitoyning singib kirishi, Xitoyning ta'sirini cho'nqur bo'lishi bizni umidsizlik patirib qo'yyotdi. Bu masalalarning hammasi Donald Trump efendim tarafidan bir ziyorat bilan yo'q qilindi. Uningdan boshqa Turkiyami Xitoy bilan bak yaqinlashib, Xitoy bilan bak bir yo'l bir belvaqda bak cho'nqurlab iqtisodiy hamkorliklarni o'rnatib ketayotganligi albatta biz dunyoning yetim bolasi bo'lib qolgan, dunyoning plan sirtida tug'ilgan bolasidek ahvolga tushib qolgan Uyg'urlarni intayin bearam qilayotgandi. Hozir hamda Turkiyami Recep Tayyip Erdo'g'anmi Donald Trump efendimga yaqinlashib Xitoy bilan bo'lgan jiraqlashishlar ko'rilyotdi. Bular albatta bizni intayin xo'shal qildi deb o'ylayman. Unda bo'lsa men shu birinchi mazmunim Donald Trump efendimning O'rta Sharqqa qaratgan ziyorati va bu jarayondagi dunyo tangpongligining texmi cho'nqurlab buzilayotganligi. Bu İsrailni o'z ichiga olgan, shu İsrailning manfaatini o'z ichiga ilib ugunib qolgan Amerika tashqi siyosatining cho'lib tashlanganligi ham terror va boshqa mazmunlar haqida texim ishkirlagan holda tahlil qilishni boshlab ketaman. O'tgan hafta shu Amerika prezidenti Donald Trump efendim O'rta Sharqqa qaratgan ziyoratini amalashtirdi. Bu jarayonda Arabistonda El Salman, Arabistanning valiahdi El Salman tarafidan qizg'in tarixda hech qanday bir davr ko'rib boqmagan darajada qizg'in qarshilandi. Aeroplandan tortib tuvandi. Shu asosiy Donald Trump efendimni kutib oldigan yagichi bo'lgan orliqqa shu binafshiran, so'sinrang binafshiran giren nasilinde Araplarninki mehman dostluğu, tinchlikparvar, xotirjamlikni xohlaydigan bir millat ekanligini bildiradigan so'sinrang shundaq bir ma'noni bildirdi. Shundaq gilamlarni silib qizg'in kutib oldi. Donald Trump efendimi buning masaj uchun shu binafshiran galstuklarni taqab kepti. Men o dünyanın ki şu ahvalığa maslaşış, men özümün xoşallığımını bildiriş, Müslümanlar dünyasıga Amerika'nın kirib kelganligini, Xitoyning Amerika'nın putini qancha cho'nqur patosa, qanchalik cho'nqurlab kirsa, Xitoyning shuncha chekindiganligiga bo'lgan xoşallığımını bir Uyg'ur bo'lish sifatida ifodalash uchun men bugun binafshiran, so'sinrang yog'liq chegib chiqdim va bu ko'rinishlarga jo'r bo'ldim va tantan qildim. Endi Amerika prezidenti Donald Trump efendimninki O'rta Sharq ziyoratiniki kun tartibida İranninki nuklear yadro qurollari masalasi, shu yadro qurollarini amaldan qoldirish masalasi, uningdan Gazadagi urushning to'xtatilishi, Gazadagi urushning to'xtatilib, Falastin masalasimi kun tartib kelib, Falastin mustaqil bo'lgandek bir shabi bor. Bu masalalar dunyoning eng muhim uzun yillardan buyon oxirlashmayotgan shu masalalarni Donald Trump efendim hal qilgandan keyin undan keyin bizga bir kun keldi deb o'ylayman. Undan keyin neft bahosining tushishi qatorliq nurg'un masalalar bordi. Donald Trump efendim şu İran'ni ciddi agahlandırıp İran nükleer yani şu yadro kurallarına hergizmi sahip iyi bulamaydı dep keskin qilib etdi biz sözüşümüz dep İran mı
yıqılışıp bu məsələlərə aktiv qaraydiganlığıdək bir muhit mövcud. Mən Donald Trump efendim yeni vəzifəyə otağan çıxan çağdılam. Mən Donald Trump efendimə düşünçilik yuqori baha bəgəndim. O Donald Trump efendimni dünyada intayın kəm uçraydigan bir lider. Xuddi şu Lincoln'dək Amerikanın qarlarının hüququn bəgən Lincoln'a oxşaş bir lider, kəm uçraydigan tangdaşsız bir lider deb yuqori baha bəgəndim. Çünki şundaq tangdaşsız kişilərlə, şundaq özüge işengen liderlər özünün qarşısına qançalik nurgun düşmanının ki çıkışıdın, qanday nurgun düşmanlar tizilib, rad bo'lib tizilib ketişidan qilch andish qilmay, tüptün tinib ketgan xatoliklarni, tinib ketgan yo'lsizlik, rezilliklarni bir taraf qilish uchun adolat yo'lida tizib mağdu. Donald Trump efendim mana Әмді бәзілі азырақ ұшақ чешек кәмчіліктеріні бірді ұндақ, бірді мұндақ, әтісі ұндақ құп қалды деген insan təbiətidəki azıрақ kəmçiliklərini bək görüşüge bək amraq biz çoğun nəticələrini heç bir görəməyimiz insanların. Amma insan təbiətinin acizlik şu kiçikinam xatalıqlarını bək görələyimiz. Lekin Donald Trump efendimden ondaq aldığa kəyinigə dəstəb geçişi toğra xata bob qalmasıq çıxarğan qararlarının ən axırda xata bir yakın çıqırılıb qalmasıq üçün bək çıx oylanıb ketidikən dəb qarayman. Yana Donald Trump efendim Qatarda ziyaretli boldu. Qatarda naiti qızğın qarşılandı. Abu Dhabi'deki çoğun bir Şeyh Zayed mi? Şu Şeyh Zayed xata demiyorsam. Ninki çoğun katta bir nemisini ziyaret qildiğin camisini, mescidini, o caminin silinçlerine Müslüman medeniyeti ninki hayran qalğanlığını bildirib nəhayət yuqori bahalan bəri Amerika, Saudi Arabistan məbləğ silish minbiriga qatnaşdı. Onundan keyin Arab Birləşmə Xalqligininki kimi ziyaret qildi. Trump'ның Sharpiga berilgan ziyaretlərə qatnaşdı. Salmanni Veliaht Salmanni mana qattiq maqtadi Donald Trump efendim. Salman Amerika bilan 700 milyard Amerika dollari hazırcha məbləğ saldıqalığın. Bu məbləğni yana 1 trilyon dollarga chiqarilganligi haqida va'da bədi. Jami Donald Trump O'rta Sharqdagi ziyorat jarayonida 3 trilyon dollarga yaqin Amerikaga silingan məbləğni jalb qilib sud to'xtamlarini tuzib qaytdi. Xoşal halda hamma adam xoş bulduk. Biz Uyg'urlar bək xoş bulduk. Çünki bu yerdagi Xitayning, rezil Xitayning nega bassa ashega o'zininki bir rezilligini chechib mangdigan, xuddi daraq qurtni yegandek yeb ashundaq butun yani buzib chub, rezillashtirib, qirib, adolatsiz ishlarni qilib, jinoyatlarni o'tkazib shunda mangdigan Xitoyninki bu yerda ta'sirininki azlığanlığıdan ve yok çıqqanlığıdan intayin xoşal bulduk. 8 yıl burun Amerika prezidenti, tuncu qitim Amerika prezidenti bo'lgan chaqda Donald Trump efendim şu ziyaretini Arabistan'dan başlagandı. Bu qitim yana Arabistan'dan başlap O'rta Sharqdagi hamma masalalarni hal qiladi. Onun so'zlagan so'zlarining ichida shu murosim so'zlagan nutqlarning so'zlarining ichida eng muhim bo'lganlari birsi Iranninki qat'iy yadro qurollariga sahib bo'lolmaydiganligi va bu haqda kelishimga kelish uchun Ironga bir yeşil chiroq yoqib beradiganligi haqida bo'ldi. Uningdan boshqa O'rta Sharqda özara bir-birlerini insanlar bombalaydigan davrlarning kammas ketganligini, tinchlik bilan ishlarni hal qildiganligi haqida naiti isil gaplarni qildi. Donald Trump efendim yangi vazifaga o'tirgan vaqtida shu vazifaga o'tirish nutqida o'zininki dunyo tinchligini amalga oshirishda muhim rol o'ynaydigan kishi bo'lganligini
ifodalagan ham muxbirlarning so'ragan savoligimi siz qanday bir holat tonilishni yaxshi ko'rsiz degan vaqtida men tinchlikparvar bir inson bo'lib tonilishni orzu qilaman degan. Donald Trump efendimninki shu bir O'rta Sharqqa berishi bilan nurg'un chigishlar çugulup özlüğünden yeşilip geçişki başladı. Arabistan'da monat kızgın karşı elinde atlık askerler, o salyotlar etilip atlık askerler havadın anandikin nemedi mi Arap nemi Katar'da mı tövgülük askerler, atlık askerler ve havadın hem şunçilik kızgın, şunçilik bir xil Dünyanın xoş qıldığan, özüm xoş qıldığan, şundaq bir davrga dünyanın kirib atqanligidan bir signallar berildi. Endi Trump yana Suriyaninki hozirgi lideri Shara bilan ko'rishdi. Shara Ahmed Shara Julani deb qo'ymizku. O'tgan haftadagi programmamda Fransiyaning prezidenti bilan ko'rishganligi va Fransiyaning Suriyaga qo'ygan embargosini ko'tarib o'tish haqida suhbatlashganligini Fransiya prezidenti bilan shularni deb o'tgan bu qitim texmi ilgarigan holda dunyoni hang-tang qoldirgan ajoyib bir ko'rishmalar amallashdi. O'rta Sharqda Shara Salman Trump üçüninki düşkən rəsmləri dünya medialarda intayın tartışıldı. Bu tarihi bir tamğısını urğan sürətdə qaraldı. Bununla Recep Tayyip Erdoğan mı telefon arqalıq görüşdü. Endi ötkenki qism programmamda azraq to'xtalib o'tib ketgandim. Shara haqida, Shara Julani haqida Hayiti Tahrir ve Hayiti Tahrir Şam. Shuningdek Al-Qoidaning eng oldida keldigan terror tizimidagi odamki 6 oy avval. Onundan başqa Amerika FBI'ninki shu tutish buyruq chiqarilgan eng chong birinchi nomerlik terrorist tutib ekanligi $10 milyon ve onundan ortiq dollar berdiganligi haqida uftirish chiqarilgan, tutish buyrug'i chiqarilgan bir terroristdi. Endi bugungi 6 oydan keyin u Suriyani tinchlik bilan asli keltirishdiki tinchlikparvar bir lider Asad hokimiyatini ag'dirib tashlagan zo'migar va mustabid Asad hokimiyatini ag'dirib tashlagan bir qahramon sifatida bu yerda o'tirib chiqyapti. 25 yıldan keyin Donald Trump Shara bilan qo'l elishib ko'rishdi. Suriyaga qo'ygan embargoni amaldan qoldirdi. Ham Suriya xalqiga yangi bir boshlang'ich imkoni bermoqchimiz dedi. Bunun bilan Suriya xalqi intayin xo'shal bo'lib, ko'chalarga chiqib usullarni o'ynagan xo'shalligini ifodalagan ko'rinishlarni ko'ryapmiz sosyal medialarda va televizorlarda. Amerika shu Donald Trump Amerika tashqi siyosatida davomli qoldi. Shu kimninki, shu Isroilninki manfaatini oldin o'rin qo'yib olgan İsrail qo'rg'onini bosib tashladi. İsrail qo'rg'onni besib o'tolmaslikdek bir davrga xotim berdi. Demak, Shara bilan shu qo'l elishib ko'rishib, o'sha nurg'ulg'an to'xtamdan tuzdi. Endi bu yerda Shara Julanining kelib chiqqan vaqtida Suriyada parlayotgan kichikgina Uyg'urlarga oid umid nurini ko'rish bo'ldi. Julani Sharaninki Asad hokimiyatini ag'dirishda qahramonlik bilan jonlarini fido qilgan Uyg'ur qurolli kuchlar bor edi. Ahmed Shara Julanining yanida yana Abdulaziz Davud Xudoberdi. Shu kimning
El-Shara Julani'ninki generali, o 133. diviziyasininki generali. Demek ki bir yerde bizge bir Ümit Şami parlavatıdı. El-Shara Trump bilan qo'l elishib ko'rishgan, Fransiya lideri bilan qo'l elishib ko'rishgan, Erdo'g'an buning o'tirsida bo'lgan bir liderninki o'ng qo'l yoki so'l qo'l vaziri yoki generali bir Uyg'ur. Ondan keyin bu yerda nima Donald Trump efendim El-Shara'ga şundaq dedi, sen mushu İsrail bilan bo'lgan İsrail İbrahim kelishimiga bo'ysunishing kerak. Hem buni qarshi kelishga Arabistonga El-Shara'ga shundaq dedi. Arabistonning ahvolisi shu Salman qo'mishun dedi. Lekin bu faqatlam o'zinglar hozir bo'lgan vaqtinglarda amallashtirirsanglar bo'ldi dedi. Bu yerda Uyg'urlarga Donald Trumpning bir O'rta Sharqdagi ziyorati jarayonida Julani bilan ko'rishganligi, ya'ni Julanining bir generalining Uyg'ur bo'lganligi, Uyg'urlarning ikkinchi qadamda bir sahnaga chiqadiganligining bishorati. Yana birisi Donald Trump efendim kimga shu Julaniga sen şu ülkendeki barliq başqa yat ellerden kelgan terrorchilarni tozalashing kerak dedi. Ama bir yerda Uyg'urlar bor. Uyg'urlar yat ellerden kelgan askeri kuchlardan Xitoy terrorist devatgan Uyg'urlar bor. O'tgan qism programmamda men xalqarodagi terrorlikning o'lchami haqida bir azroq tushuncha berib o'tgandim. Uyg'urlarni qanday qilish kerak? Uyg'ur Xitoylar terrorist devatgan bir qurolliq kuch. Ya'ni kelib bu yerlarda chorsizlikdan, Xitoydagi chorsizliklar sababidan qurol izlab ve yeni yaşaş imkanları izlab, Xitoyga qarshi qurolliq yo'llarni izlab, butun umrini shu Xitoyga qarshi chor izlash yo'lida, qurol izlash yo'lida hayotini o'tkazgan hem El-Shara'ning yanida mustahkam turib, El-Shara'ninki Suriya Asad hokimiyatini, mustabid Asad hokimiyatini og'dirib etishda ching turib sadoqatmandlik bilan, sodiqlik bilan kurash qo'shin va bu yerdagi shu Abdulaziz Davud Xudoberdi Zohidni deb qo'ygan mush bir generalmi turibdi. Bularni qanday qilish kerak? Bu yerda bizningki diniy qarindoshimiz bo'lgan Recep Tayyip Erdo'g'an, Turkiyaning lideri Recep Tayyip Erdo'g'an turibdi. Bular Uyg'urlarni qanday bir pichidi, taqdirini qanday pichidi. Bu yerda bir parlaydi Uyg'urlar, yana bir parlaydi aya Oqsaychin. Pakistan, Hindiston, Xitoy o'rtasidagi uch burchaklik Jammu Kashmir da yana bir parlaydi. Men oxirida, programmamning oxirida bu haqda tafsili to'xtalaman. Demek O'rta Sharqqa bo'lgan kimning ziyorati, Donald Trumpning ziyareti mana shunda qalblik oxirlashdi. Bu yerda ya terror degan bir narsa hech qanday bir nima qolmadi yoki butun masalalar ustalning ustiga chiqib ko'rishadigan odamlar bilan intayin yaxshi ko'rishdi. Bu yerda oldigan Uyg'urlarning bir darsi va oxir xotim qismimda ozroq to'xtalman. Demakki Amerika o'zi tutish buyruq chiqargan beshiga $10 million tutish buyruq chiqargan El-Shara bilan Amerika prezidenti Donald Trump qo'l elishib ko'rishayotgan yerda Uyg'urlarning o'zaro bir-birisi bilan qo'l elishib ko'risholmaydigan nimasi bor? Bu birinchi savol. Uningdan boshqa Turkiyadagi Uyg'urlar, Arabistondagi Uyg'urlar, ham Suriyadagi Uyg'urlar Julanining shu vatan millat qurish yo'lidagi boshqa millatlarga tutayotgan ijobiy pozitsiyasi, boshqa dinlarga tutayotgan ijobiy pozitsiyalardan
ügünüş gerek. İlgar fikir ve ideya cəhətdə Uyğurlar şərtsiz halda muşu nərslərdən dərs edib, şərtsiz halda birləşişi və birlik geliş gerek. Eğer şərtsiz halda birlik kelmeydiken, O'rta Asiyadaki tragediya qayta tekrarlanıp, Uyg'urlar o'zaro bir-birisining fikr va tushunchalarning o'xshamaslik sababidan bir-birisining putiga o'q etib qolgan vaziyat shakllanib qolsa, buni ichinishliq bir ahvol bo'lgan bo'ldi. Uning ustiga Uyg'urlar jamiyatida, Uyg'urlarning diniy sohasida ajoyib hayron qoladigan boshqa dinlarni ve başka dinlarni hürmet qilganda, başka medeniyetlerini hürmet qilganda biz dinimizden çıkıp ketimiz deydigan kişiler, hatta Kur'an'ını tercüme qilgan turg'uliq mushundaq deydigan ideyadagi kishilarmi bor. Shuning uchun Uyg'urlar bu Donald Trump shara ko'rishmasidan jiq darslarni olish kerak. O'zidagi radikal ideya tushunchalarining çemberigini şu kişilerini çıkıp taşımış gerek eğer onda kılamaydıken Uygurlar vatan kuruşu vatanımızın kayıtını eslik keltiriş fırsatları kelgen vaxtıdı mı koldan verip koydu. Şunun için Julani yani Şarad'ın Uygurlar cık derslerini ilişi şapkısını aldık ip koyup bu Türkiye'deki Uygurlar, Arabistan'daki Uygurlar, Suriye'deki Uygurlar şapkısını aldık ip koyup kattık oynayış gerek. Şara yana Donald Trump şunaq dedi. Donald Trump'ın ki şu Suriye'de xuddi New York'taki o'xshash Trump Tower, Trump qal'asi silishiga ruxsat qilganligini ashaka Suriyaga shundaq bir Trump nomida bir qal'asi silish maslahatini berdi. Mana bu siyoset, mana bu ijilish, mana bu ilgarlık, mana bu fikir ve ideya cəhətdəki yükseklik, mana muşundaq milletlerle özünün vətənini əsli keltirələydi. Vətənini əsli keltiriş Xitay'daki bir düşmanını qoğulab çıxırış bilan tügməydi. Onundikin şu vətənini quruş işlərdəki həmmə halqılağıca berib tutuşudu. Donald Trump efendimi şunchalik qizg'inlik bilan qo'l elishib ko'rishib, bu hech kim tasavvur qilmaydigan mumkinmi? Mumkin emas. Buningdan 6 oy burun yoki 1 yil burun Al-Shara bilan Donald Trump qo'l elishib ko'rishdi. Suriyadagi embargolarni amaldan qoldirib desa kim ishonadi? Hech kim ishonmaydi. Chunki kunimizning nima bo'lganligini biz bilmaymiz. Bizga bu navbat keldi. Kelgan vaqtida Uyg'urlar qandaq bir fikr, ideya, tushunchalar bilan bu oldiga chiqish kerak, o'tirg'i chiqish kerak. Bu Al-Shara yani 6 ay oldida terrorist bo'lgan bir kishining bugungi Xitoyning anima Suriyadagi tinchlik bilan Asad hokimiyatini ag'dirib tashlashga qahramon bo'layotgan Sharadan o'rganish kerak. O'zidagi radikal tushunchalar, radikal ideyalarni Uyg'urlar butunlay cho'rib tashlash kerak va bir-birisi bilan ziyolilar bilan diniy sohadagi kishilar nəhayət qizg'in qo'l elishib ko'rishib kelajakdagi Sharqiy Turkiston, mustaqil Sharqiy Turkistonni qanday qurib chiqish strategiyasini jiddiy holda muzokara qilish kerak deb o'ylayman. Chunki bir terrorist Al-Shara bilan Amerikadagi bir yuksak dunyoning xo'jasi bo'layotgan Amerikadagi bir davlatning prezidenti Donald Trump efendimning qo'l elishib ko'rishi va nurg'un masalalarni hal qilishi oldida Uyg'urlarning hech nima emas deb qarayman. Bu masalalarda Uyg'urlar ilg'or bir fikr va ideya va tushunchalarga sahib bo'lishi kerak. Endi programmamning ikkinchi bo'ligi bo'lgan Xitoy Amerika savdo suhbati haqida azroq mulohaza qilib boqaylik. O'tgan hafta bilgan anladık Shveysariyada Xitoy Amerika savdo suhbati bo'lib o'tdi. Bu jarayonda Amerikaningki Xitoyga qaratgan savdo bejida ba'zi tushishlarning bo'lganligi ba'zi kishilarni salbiy aram qildi. Xitoyga qarta yana oqg'in ketami Amerika Donald Trump oqg'in bo'lami degandek andishlarni paydo qildi. Ammo Xitoyningki ishki va tashqi
vaziyetini tahlil qilgan vaqtimizda ishki tashqi vaziyatidagi xatarlarni tahlil qilgan vaqtimizda bu savdo suhbatiningki tamojna bejini qanchalik tushirpasin Xitoyga endi u davrdan o'tib ketganligini, uning hech qanday bir kor qilmaydiganligini tuvanda ko'rsatib turibdi. Mushu haqda kichkina ozroq bir ishkirlagan holda bir mulohaza qilib boqaylik. Xitoyda mushu tashqi mablag'dan qaytishi intayin og'ir bo'lib, uzun mezgil Xitoyga mablag' solgan eng chong shirkatlar Xitoyni hozir ishonchsiz deb qarab Xitoydan chekinib chiqyotdi. Olma şirketi hozir Xitoydan chekinib chiqib, Hindistonga yerlashmoqchi bo'yotdi. Undan boshqa Amerikadagi eng chong xalqarалық chong shirkatlardan Dell, HP, Google, Walmart qatorliq xalqarалық chong shirkatlarmi Xitoydan chekinish oldida. Bundaq bo'lgankan, bu shirkatlar chekinib chiqib ketgandan keyin Xitoyninki Amerikaga tashqi parvod qilgandek tamojna tashqi savdo qilgandek eksport qilgandek bir nimsini qolmaydi deb o'ylayman. Endi bu jihatda Xitoy taraf shu saqlab qolish uchun chet el shirkatlarini Xitoyda saqlab qolish uchun hukumat taraf natija tadbirlarni oldi. Lekin bularning hech qaysisi nima qilmadi. Hech qaysisi bir ishlamadi. Xitoyning olgan tadbirlarining hech qaysisi yaramadi, hech bir ishga yaramadi. Şirketler özlüğünden Xitoydan chiqib ketyapti. Chunki dünya burun Uyg'urlar biz bilganimizda Xitoyning qanchalik bir xatarlik ekanligini, Xi Jinpingning qanchalik xatarlik, Xitoy Kommunist partiyasining insoniyatga qanchalik bir xatarlik bir partiya ekanligini biz Uyg'urlar 70 yildan beri qirg'inchilik uchrash sababini bilganimizda dunyo hozir to'liq bildi deb o'ylayman. Bu shirkatlar hozir Xitoyni bir ishonchli mablag' soladigan bir o'rin deb qaramaganlik uchun oq-oqdan chekinib chiqib ketyapti. Yana birisi Xitoyninki ichki qismidagi masalalar, masalan Xitoy iqtisodiy shu tashqi perevodga yana biri tashqi perevod, ya'ni eksport bilan uy mulk savdosiga tayindi. Ammo Xitoyning qo'lidagi bu ichki kozur jiddiy meseleler bilen ciddi xatarlar bilen karşılaşıqlıq. Onundan başqa Xitoydagi mesela öymülük ticareti desek, öymülük Xitoyning sep qo'ygan tovar öylerining aldığı adam yo'q, taşınıp qilib Xitoylar ve chet ellik kishilar, chet ellik muxbirlar ve ba'zi Xitoy aholilarimi bu yerlarni Jinla shahri deb atavatqanligi ma'lum, insonlarning yo'qligidan uyaladi. Ondan başqa Xitoyning ichki qismidagi kirim tengsizligi intayin og'ir bo'lib, 600 milliondan ortiq Xitoy iyiga $140 bir maash bilan kun kechirdi. Ondan başqa Xitoyda yana shu planlıq tug'ut cheklamasi sababidan va boshqa sabablar tufaylidan tug'ish nisbati intayin tuvallab ketgan bo'lib, bu shu boylar rayonlarida, boylarda tug'ish va tug'ilish nisbati intayin tuvan bo'lgan. Bu Xitoydagi har xil kelajakda har xil ergashma ziddiyatlarni keltirib chiqadigan masalalarning biri. Ondan başqa Xitoy iqtisodiy bağlanıp qilish va tamponsizlik masalasiga duch kelgan bir iqtisod bo'lib, Xitoy iqtisodiy jihatda Amerikaga bek chonqur va bek chonqur darajada bağlanıp qolgan bo'lib, Amerika shundaqla bir tamojna beji qo'yganda 3 oymi 4 oymi bardashlik beramay qolganligi, ammo og'zida, tashviqotida, shuarida biz Amerikaga tiz pikmaymiz, Amerika qog'oz yo'lbas, biz bo'lmasak Amerika bozorlar cho'kib ketadi degandek tashviqotlarni qilib so'zlab turayotganimizmi, xuddi biz Uyg'urlar yaxshi biladigan so'zlar bilan.
Ama mahiyetdə, reallıqda onda bulmay qalğanlığı, Xitayning bağansır çöküp, iqtisadının çöküp ketiyotganlıq bir reallığı bilan qarşılaşıyotganlığı bu bir əməliyyat. Onundan başqa, Şərqi Cənubi Asiya Şərqi Cənubi Asiya dövlətləri qılğan Xitay eksportunu qoşqan vaxtımızda Xitayning eksport qılıb bağlanıb qalğanlığını texim yaxşı görüp alayımız. Onundan başqa xalqara siyasət və strategilik xətərlər haqqında mı bir azraq izinib baxaylı. Xitay yerim ötküzgüç, energiya və kəm uçraydigan nadir mineral qatarlıq ciddi sahalarda G'arbga bağlanıb qalğan holatini o'zgartirish uchun nurg'un mablag'larni soldi u davlatlarga. Ammo bu mablag' silish xalqaroliqdagi har xil to'qinish ziddiyatlarga sabab bo'ldi. Bu bir yo'l bir balvoq degan yumshoq sinib kirish eng oxirgi qitimda kishilar buni oxir hozir tonib yetib buni Xitoyninki bir yo'l bir balvoq projesi deganning o'rniga Xitoyninki qarz pul to'ziqi degan kalimani ishlatishni tanlayotdi. Endi programmamning 3-chi bölügi bo'lgan yuqorida men deb o'tib ketgan birsi Suriya, shu Julani ya'ni Al-Shara Suriya hokimiyati ostidagi Uyg'ur generali ve Uyg'urlar şu birlikte bir septi turib kurash qilgan bu Uyg'urlarning kelajakdagi Uyg'ur masalasini dunyoga tanishdagi pildirilayotgan bir umid nuri, bir umid shami bo'layotganligini, Suriyada Uyg'urlarning umidining parlab qilish ehtimoliga bog'liq haqida to'xtalgandim. Endi Aqsa uchun, endi Pokiston, Hindiston, Xitoy Üçbucak rayonidagi shu Pokiston, Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori so'zilib yotgan bizning vatanimiz Sharqi Turkistonni kesib o'tgan mushu rayonlardagi parlash ehtimolli bo'lgan Uyg'ur umid nurini haqida bir mulohaza qilib o'tmoqchiman. Endi bu yerda o'tgangi programmalarimdan bak ko'p to'xtalgan Xitoyninki nima uchun Xitoy Uyg'urlarga qarshi shu 21-asrda butun dunyoning oldida, ko'z oldida Uyg'urlarga qartilgan bir irqiy qirg'inchilikni yurgizib, Uyg'ur degan bu millatni shu tarix sahnasidan supurib tashlaymiz. Uyg'ur degan bu millat Sharqiy Turkiston, Uyg'uriston degan ismlar bilan atalgan İpek yolunun kindiki merkezi bo'lgan, yurki bo'lgan bu yerda mavjud bo'lib turmasligi kerak. Bu yerda Uyg'urlarning Sharqiy Turkistonning mustaqilligini xohlaydigan, izlaydigan, yurgini ko'tarib yurgan va amaliy harakatlar bilan 70 yildan buyon Xitoyni beyaram qilib kelayotgan Uyg'ur degan bir o'qituvchi Xitoyga qarshi bir guruh, bir narsa mavjud bo'lib turmasligi kerak degan bir bir xil dunyoga bo'lgan kengayimchiligi bilan bir yo'l bir balvoq she'rini tushunishadi amalga oshirish uchun bu yerlarda Uyg'ur degan bir millatni xolimdi Xitoy. Shuning uchun rayimsizlik bilan tezlikda qirg'inchilikni 2017 2018dan tortib jiddiy holatda ifoda. Bu yerdagi asosiy sabab bu yerga shu Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorining so'zilib yotganligi, Xitoyninki bir yo'l bir barvaq she'rini tushunishning yuragi o'tadigan bo'lganligidan iborat. Endi biz Xitoyni Tayvan bilan urush qilib qoldik, Tayvan bilan urushib qilish mumkin, Tayvan bo'g'ziga Xitoyning askariy uchoqlari, askariy aeroplanlari yiqilishib kelyapti deb u yoqlarga qarab yurgan vaqtimizda Tuyuqsizdan Pokiston, Hindistonning Jammu Kashmir degan yerdagi bir savdo, sayohat rayoniga tuyuqsiz hujum qilib, bu yerda 26 nafarmi, 22 nafarmi shundaroq sayohatchini rayimsizlarcha qirib tashladi. Buning bilan bu yerda Pokiston va Hindiston to'qinishi paydo bo'ldi. Endi buni texim cho'nqurlab mulohaza qilgan vaqtimizda bu yerda Hindiston taraf qo'lga tushgan aeroplanlarning, etib tushgan aeroplanlarning
G10 degan bir jet aeroplanlarninki shu Xitoyda ishlangan aeroplan ekanligi o'tirg'i chiqdi. Hamda mohiyatda Hindiston ikki xil urushni qilyapti. Birinchisi ko'ringan urush, yana birisi ko'rinmagan urush. Ko'ringan urush Hindistonning Pokiston bilan bo'lgan urushi, ko'rinmagan urush Xitoy bilan bo'lgan urushdan iborat. Xitoyniki ijtimoiy taratqullari shu Hindiston qarshi qarshi tashviqotlarda bek jiddiy cho'qirab ketyapti. Masalan, Hindistonga hujum, Hindiston urush boshladi deganga o'xshash hashtaglar bilan Pokiston yangi, Pokiston tarafi kuchli degandek Pokiston tarafda turib, shu tashviqotlar Xitoyninki medialarida, shu sotsial medialarda Beidu deganga o'xshash Xitoyninki sotsial medialarda intayin keskin holda Pokiston taraf turib Xitoy Hindistonga qarshi shundoq tashviqotlarni qilyapti. Xitoyning zvoni bo'lgan Global Time, ya'ni global vaqti qatorliq gazetlarmi ikki davlat o'rtasidagi masalada Hindistonni javobgar tutyapti. Shu Xitoyniki Beidu degandek ijtimoiy taratqullari Hindistonga qarshi tashviqotlarni intayin jiddiy holatda endi boshlab ketdi. Xitoy Hindistonniki Xitoy taratqullari, ijtimoiy taratqullarda yana Xitoy Hindistonninki dekisini berish kerak degandek jumlalarni ishlatyapti. 1962-yili Xitoy Hindiston urushi bo'lgan vaqtidagi ishlatgan kalimalar aynan shu qaytib kelib hozir sotsial medialari, Xitoyning sotsial medialari, taratqullari, Xitoyning gazetlarining hammasi Pokiston tarafda turib Hindistonni ayblaydigan bir xil tashviqot urushiga o'tib bo'ldi. Endi biz texim cho'nqirlagan holda Hindiston, Xitoy va Pokiston bu üç davlat o'rtasidagi Jammu Kashmir deb ataladigan bu rayon haqida ozroq iznib boqaylik. Endi shu Jammu Kashmirninki bir qismi Pokiston, ya'ni Pokiston va Xitoy tarafdan ishg'ol qilingan bo'lib, Xitoyning bu rayonlarda eng andish qildig'ini shu Pokistonninki ishg'oliyati ostidagi Pakistanning ishg'oliyati ostidagi burun Pokiston Hindistondan ishg'ol qilgan Shakhom, xato dedimmi, to'g'ri dedimmi, shunday bir Shakhom vodiysi deb ataladigan bir joy. Bu joyni 1963-yili Pokiston Xitoyga xushamad qilish yuzasidan Pokiston Xitoy do'stligi sifatida Xitoyga shu nima hadiya qilib bergan ekan bu rayonlarni. Bu joylar albatta biz mustaqil bo'lganda bizning ta'varimizga o'tadi albatta. Shakhom vodiysi degan bu joyninki cho'ngligi 2000 mayl, ya'ni 3219 kilometr atrofida bo'lib, Xitoy bu zaminlarni shu Xitoy Pokiston Xitoy, Pokiston Hindiston urushi bo'lib qolsa shu rayonlar qo'ldan ketib qolarmi deb ansirayapti. Endi bu Pokistonning 1963-yili bu Shakhom vodiysi degan bu muhim strategik joyni aslida Hindiston tava bo'lgan bu joyni Xitoyga hadiya qilib berganligidan Hindiston taraf intayin rahatsız bo'lgan ekan. Bir yildan keyin, ya'ni 1964-yili Hindiston parlamenti qaror chiqarib, Pokiston va Xitoy shu tarafidan qonunsiz holda ishg'ol qilingan Shakhom vodiysi va
Ақсай Çin'nin Hindistan'ın ayrılmaz ve vazgeçilmez bir partisi ekanligi haqida qarar olgan. Ya'ni Hindiston parlamentida to'liq ovoz bilan tasdiqlagan. Endi mushu Hindiston Pokiston urushi va Xitoyninki strategik andishalariga yanama cho'nqirlagan holda bir qarab boqaylik. Xitoy Hindiston Pokiston to'qinishida shu Shaham o'ziga tava bo'lgan Shaham rayonini qo'ldan berib qo'yishdan bek ansirayotdi. Hindiston tarafdan qayt uyalarini besib olib, Jammu Kashmirni qo'lga ib qilishidan andish qilg'iliq. Chunki bu Hindiston parlamentida ilingan jiddiy bir qaror. Ammo Uyg'urlarning bu yerda Xitoyninki bir yo'l bir balbaq siyosatida, bir balbaq sherin tushida Uyg'urlarning to'salg'i bo'lib qilishni ansirab, Uyg'urlarni jazo lagerlariga tashlash orqali yo'llarimiz ichilib ketdi. Endi dag'dam oldi dunyoga hokim bo'lamiz deb o'ylagan Xitoyning sherin tushlarini buzib, bu yerda o'ylimga yadim Xitoyning oldiga Balochiston ozodlik armiyasi Pokistonning sharqidagi shu Gwadar portining haqliq egalari bo'lgan balochlar Xitoyning oldiga chiqdi, oldin to'sib o'tadi. Endi aslida endi Xitoyning mallari shu Malakka bo'g'ozidan o'tadi. O'tgan programmamda deb o'tib ketganimdek Malakka bo'g'ozidan o'tib andin dunyolarga tutishadi. Malakka bo'g'ozi shu Malayziya bilan Indoneziyaning orasidagi intayin tor bir o'tishim bo'lib, bexatar emas deydi. Amerika bilan Hindiston aralashib, bu Malakka bo'g'ozini taqab qo'yish ehtimolligi bor. Shuning uchun bundaq ahvol ostida, bu Pokistonga nurg'un mablag' solgan ahvol ostida, agar Pokiston bilan Hindiston urushga kirib qolgan vaqtda Xitoy aralashmagan ahvol ostida Pokiston parchalanib ketadi. Pokiston parchalanib ketsa, balochlar mustaqil bo'lib o'tirib chiqadi. Xitoyning dushmani bo'lgan balochlar. U chaqda balochlar mustaqil bo'lib o'tirib chiqqandan keyin g'arbda Balochiston balochlar Pokistonning haqliq egalari bo'lib o'tirib chiqadi. Undan keyin bu sharq tarafda biz Sharq Turkiston bor. Buning bilan kelajagidan bu ansiravatadi Xitoy. Pokiston parchalanib ketib qolsa, o'zininki bu yo'llarning taqilib ketganligidan andish qilganligi uchun Xitoy Pokiston Hindistondagi bu to'qinishlarga jiddiy holda aralashyapti. Men o'tgan qitim programmamda balkim shu İpek yo'lidagi shu bir yo'l bir balbaq Qarqorum tog'larini teshib Xitoy Qashqardan vatanimizning yurkidan Uyg'ur xalqining yurkini tashgandak teshib Uyg'ur xalqini ezib dastlab chaylab turib Qarqorum tog'larini teshib qurgan bu Pokiston Xitoy Pokiston iqtisodiy koridorining ustidagi bir simshani ishg'ol qilib olsa, Xitoy tugashgan bo'ldi degandim. Shu nimaga sal qilishib qo'yatdi hozir. Uning ustiga Apple shirkatining Hindistonga yetkilishi Xitoyni intayin bearam qilayotgan bir masala bo'lib, Xitoy bu orqali Hindistonni bir urush patirib qo'yib, Pokistonni kuch kiritish orqali Pokistonni Xitoy shu terror saldirilarini qilish orqali Hindistonni bir urush patirib qo'yish orqali bu yerda Apple'ninki ishonchli holda Hindistonga kirishining oldini to'sashdek bir ishni qilyapti. Chunki 100 milliard dollarlik bir iqtisodiy manfaat bor bu yerda. Xitoy bundaq cho'ng bir manfaatning Hindistonga eqib ketishini hargiz xohlamaydi. Shuning uchun o'zininki oqo'ylisi bo'lgan shu Pokistonni ishga selish orqali Hindistonga qarshi shunday bir tinch xotirjam bo'lmagan bir muhit yaratish vaziyatini shakllantiryapti. Undan boshqa bu olma shirkatlar emas, yuqorida men aytib o'tib ketgandek Amerika xalqarodagi eng cho'ng shirkatlardan Dell, Google, HP, Walmart qatorliq shirkatlar Xitoydan chiqmoqchi.
Әмді, тыйхым жоңқырлыған алда, Ақсай için haqida azraq to'xtalib baqayli. Ақсай için 1962 yılı Xitay Pakistan urushida Xitay besib zaman bo'lib, bu Ақсай için Xitay ve Uyg'urlar için intayin baha biçilmez, bahasız durdane deb qo'yamdik, bahasız bir joy. Ақсай için hozirgi Xotanning janubiga to'g'ri kelgan. Mushu YouTube'ga kirib izlab baqsanglar, mushu Hindistondan mushu Ақсай içinga, ya'ni Xotanga kelib ziyorat qilgan YouTuberlarningki tatqan shu Ақсай içinda Xotanning janubidagi chiroylar tatqan video filmlarni ko'ra olasizlar. Әмді немішін bu Ақсай için şunchalik muhim Xitoy için ve Uyg'urlar için немішін şunchalik muhim strategik o'rin degan vaqtida Xitoy 1949 yılı azad bo'lib tunji qilgan ishi Xitoy Tibet mushu tash yo'lni silish bo'lgan. Ya'ni mushu taş yolunu sağan, şu 58 yıllarım, 59 yılı deyman, şu Tibet, Şarkı Türkistan taş yolunu silish jarayonida, şu taş yol sel, şu Hindistanning, Tibet tarafdagi Hindistanning chegarasi sel ishkirlab, kirib, mumkinroq aylanib o'tib, bizningki Şarkı Türkistan ana vatanimizga tutashgan. Uçaqlarda Hindistondagi chegaralarni qo'g'dash nimalarimi bek kuchli emas o'xshaydi. Uçaqlarda sal bilmay qolgan ekan, u Xitoyning u Hindistonning ichiga sal kirib, shu Hindiston nimon, Tibet, Xinjiang tash yo'lini sevatganligini bilmay qolgan ekan. Keyin bular his qilib, shuning bilan 1962 yili shu sababdan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Boshqa sabablar bo'lishi mumkin. Bu haqda programmam munosabatsiz bo'lganligi uchun izlanmadim. 1965 yillar bo'lsa kerak. 1962 yili Hindiston Xitoy urushi portlagan bo'lsa, 2 yil o'tgandan keyin 1964-65 yillar shu atroflarda Xitoy shu Ақсай içini besib olgan Jammu Kashmirdagi Hindistonning shu zaminini besib olgan. Endi bu yerda shu mashhur Xitoydagi mashhur Tibet Sharq Turkiston G219 deb atilgan cho'ng tash yo'li shu Ақсай içinden kesib o'tadi. G219 shu tash yo'li Sharq Turkiston Tibet tash yo'li bo'lmagan ahvol ostida Xitoy Qizil armiyasi Tibet va Sharq Turkistonga qurg'uliq yo'li orqali kirolmaydi. Ham ulasha olmaydi. Agar Pakiston bilan Hindiston urushib qolgan vaqtida Xitoy aralashmasa, Hindiston Ақсай içini besib olishi mumkin. Hindistonning Ақсай içini besib oldi degani Xotanning janubiga kirdi degan gap. Mundaqcha aytganda, shuning bilan bugungi programmamning oxirgi uchilariga kelib qoldik. Uyg'urlar jiddiy holatda yuqorida men o'tib ketgandek xotim qismida men shunday demoqchimanki, Uyg'urlar jiddiy holda quruq munozaralarni tugitib, buningdan 6 oy ilgariki xalqaroliq bir terrorist 10 million dollar beshiga 10 million dollar bichilgan FBI tarafidan terrorist bilan yana shu shundaq bir baho chiqqan davlatning liderining qo'l elishib ko'rishganligidan nurg'un darslarni olish kerak. Shu terroristlar bilan hozirgi Amerikaning prezidenti qo'l elishib ko'rishib masalalarni hal qilib, hech bir dunyoning ish bo'lmagandek kelgusi yangi dunyo qurish uchun yangi qadamlar besayotgan ahvol ostida Uyg'urlar fikr, ideya, tushunchalarninki chamirgirdan qutulib ketamagan ahvol ostida biz o'zimizning kelajakda agar shundaq bir narsadan qutulib ketamisak, kelajakda bizga umidlar, fursatlar kelgan vaqtida uni qochirib qo'yishdak intayin bir xatoga
yol qo'ygan bo'lamiz. O'rta Osiyodagi 90 yillardagi O'rta Osiyodagi qabohatlik va tariximiz bizga shuni isbotlaydiki, fikr, ideya, tushunchalarimiz birlikka kelmagan vaqtida bizningki qo'limizga qurol tushgan vaqtidami bu qurollarimiz dushmanga emas, o'zimizga qatilib qolgan ichinchli bir tragediya yana takrorlanib qoldi. Shuning uchun Uyg'urlar nihoyatda jiddiy dars olish kerak. Shu Shara Julanininki tutayotgan shu postsistem dunyoga, boshqa dillarga, boshqa millatlarga va o'ziga, o'zining vatanini qayta qurib chiqish yo'ldagi kurashlardan dars olishi, ulgilishi deb qarayman. Shuning bilan bugungi bu programmam mishat oxirlashdi. Kelar qitimliq programmamda ko'rishguncha omon bo'linglar.